Muzeylar o'ziga xos ziyo Muzeylar o'ziga xos ziyo maskani bo'lib, u xalqimiz tarixi, urf-odatlari, madaniyati va yashash tarzi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Har bir xalqning madaniy yodgorliklari, ularning o'tmishdagi hayoti aynan ana shunday maskanlarda o'z ifodasini topadi. Farg'ona viloyati Qo'riqlash boshqarmasi xodimlari uchun Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyiga maxsus ekskursiya tashkil etildi. Tashrif davomida xodimlar muzeyning amaliy san'at bo'limida qadimiy xalqlarning uy-ro'zg'or buyumlari bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, etnografiya bo'limida o'zbek xalqining milliy kiyim-kechaklari, bezaklar va urf-odatlariga oid eksponatlar namoyish etildi. Muzeyning ilmiy xodimlari tashrif buyurganlarga viloyatning qadimiy tarixi, bu zaminda yashab o'tgan mahalliy xalqlarning turmush tarzi haqida qiziqarli ma'lumotlar taqdim etdi. Bugungi sayohat juda ham qiziqarli va foydali bo'ldi. Muzeyda yurtimiz tarixiga oid ko'plab eksponatlar, buyuk allomalarga oid ma'lumotlar va milliy urf-odatlar aks etgan jihozlar bilan tanishdik. Men uchun ayniqsa Ikkinchi jahon urushiga bag'ishlangan bo'lim juda ham ta'sirli bo'ldi. Har bir askarning shaxsiy buyumi, fotosurati, xatlari hammasi o'zgacha taassurot qoldirdi. Bu kabi tadbirlar jamoa o'rtasida birdamlikni mustahkamlaydi, faxr tuyg'usini oshiradi va xodimlarning kasbiy tayyorgarligini boyitadi. Shu bilan birga xizmatdan tashqari ruhiy dam olish va madaniy boyish uchun ham samarali bo'lib hisoblanadi. Muzeyning 6 ta bo'limidan joy olgan madaniy yodgorliklar bilan tanishgan xodimlar tarixning jonli ko'zgusiga guvoh bo'lishdi. Ana shunday ma'naviy-ma'rifiy tashriflar xodimlarning dunyoqarashini kengaytirish, yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashda, milliy an'ana va qadriyatlarimizni chuqur o'rganib, ularni targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniy merosni asrash, uni kelajak avlodlarga bezavol yetkazib